Yuqoridagi holatni ko'pchilik, hattoki shifokorlar ham talvasa xuruji, ya'ni sudurgi bilan adashtirishadi. Aslida esa bu holatni biologik lihoratga, ya'ni oq isitmalash deb ataladi. Oq isitma bu isitmalar orasida eng ko'p uchraydigan turlardan biri hisoblanadi. Buni biz fan tomonlama yondashadigan bo'lsak, bu periferiyada, ya'ni qo'l va oyoq sohalarida isitma chiqqan paytida qon aylanishini buzilishi bilan izohlanadigan holat hisoblanadi. Aslida biz qiladigan katta xato ham aynan shu vaqtda bo'ladi. Ya'ni isitma tushiruvchi dori vositalarini berishimiz yoki har xil ukol dori vositalaridan foydalanishimiz bolani holatini og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Bu holatda birinchi qiladigan yordamimiz qo'l va oyoq sohalarini isitish va undan keyin isitma tushiruvchi dori vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Oq isitmada biz qiladigan taktikalarning xatoliklari ko'p bo'lganligi va oq isitmadan keyingi asoratlar ko'pligini inobatga olsak, siz bu holatda o'zingizning mahalliy pediatr shifokoriga farzandingizni ko'rsatishingizni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.